Sharq Turkiston mustaqilligi uchun kurash qilish insoniy sharafimizning kafolatıdır. Mustaqilligimiz uchun kurash qilgan sistemni kuch baliga keltirish masalamizni hal qilishning eng dastlabki jon tomiri. Xalqaro kishilik huquq xitobnomasi har bir Sharq Turkistonlikqa tatbiqlangan. Mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqish bizning hayotlik nishonimiz. Bugün biz duch kelgan barliq moddiy ma'naviy xo'rliqlarning tüp yiltizi mustaqil davlatimizning bo'lishini barliqimizdan ustun bilmaganligimizdan bo'ldi. Biz bir mustaqil davlat qurishning bizning o'z manfaatlarimizning, yashash huquqimizning, aqallisi insonlik sharafimizni qo'g'dashda kam bo'lsa bo'lmaydigan shart ekanligini ishonamiz. Biz imkoniyatimiz yo'q masalasida to'xtalmaymiz. Biz davlatdan tashkillanish va zamonaviy bir davlat qurishninki qadam bosqich usullarida birlik kelish tamamen bizning imkoniyatimiz ostidagi masalalardir. Biz imkonimiz yetadigan, navbatda hal qila oladigan masalalarni bir-birlab hal qilgandala, andin bara aslida biz ta'sir ko'rsatmaymiz deb qaragan sohalarga qadam-qadam yaqinlasha olishimiz mumkin. Siyasi partiya hozirgi zamon davlatlarining eng asosli qo'li. Bir millatning mavjudligi uchun bir davlatning bo'lishi shart bo'lgandek, bu davlatni qurish va bir sog'lom siyosiy kurash sistemasi uchun siyasi partiya eng muhim hal qiluvchi omillarning birisi. Bizning hayotimizni qimmatli deb bilgan milliy mustaqilligimiz va jumhuriyatchilik prinsipini qo'g'dash uchun kurash qilishga atlandik. Faqat mustaqilliklar bizning barliq ideyalardan ustun turadigan eng tubki voz kechilmas prinsipimiz. Mustaqil davlat qurish orzuyimiz bizni harakat keltirolmasa, tashkilimiz orqali kuchga aylanib rolni joriy qildirmasa, u faqat o'lim oldidagi kuchga aylanib qoladi. Biz siyosiy partiyaning siyosat yurgizuvchi bo'lish jarayonidagi tashkillash hamda sistem barpo qilish rolga ehtiyojli. Qarindishim, millatimiz yo'qlash girdoviga kelib qoldi. Bizning siyosiy pozitsiyamiz, harakatimiz yetarlikmi? Tashkillanishimiz, sistemimiz, kurash yo'limiz mavjudmi? Her özgürlük bir fidakarlıkka muhtaç. Her karanlık bir nurga muhtaç. Qanjıqlab qoldi. Mustaqillik orzusidagi sizlarning harakatga kelishinglarga muhtaç. Biz hürlük ve adalet titreşine uyuşkan kalıp ve kademlerinin insanlık şerefimizin kapalı işgalligiga işenguchilarmiz. Biz mustaqillikni orzu qiladigan har bir vijdon egasi xizmat qila oladigan tashkillik ommaviy sahna barpo qilmoqchi. Dünya şu kadar irqiy qiyinchilik uchrab turibmi, yana jimjit turgan bizlarga qarab hayronlik ilkida bakmakta. Biz bir vatanda yashashni orzu qilgan vatanning siz hukmas mustaqillik g'oyasiga vakillik qilgan qarindoshlardirmiz. Biz Sharq Turkiston Cumhuriyetçilik Partiyasining a'zolari mustaqil vatan qurish uchun hammaga tayyor bo'ldik. Keling qarindishim, bu yo'lga baravar atlanaylik.